Mening hayotimni o'zgartirib yuborgan va hozirgi natijaga erishtirgan ikki baho. Hayotimda bir marta olganman, o'sha ham 3-sinfda bo'lgan. 3-sinfimda bo'lgan, bilmaganman nima uchun qo'yishganini, lekin rasm darsida birinchi ustozim ikki baho qo'yganda qo'rqqanman. Uyga kelganman, yashirinib o'tirganman, onam ishdan kelishini kutganman. Shunda o'qituvchim kelib aytgan gapim: Ergasheva, bugun qizingizga gajakkina 2 qo'ydim degan bahosi bo'lgan, gapi bo'lgan. Men bundan qo'rqqanman, ta'sirlanganman. Vaholanki men yosh qizman, yig'laganman, shishib ketganman. Lekin meni uydagilarim kelib menga hech narsa deyishmagan. Ular aksiga menga o'sha kerakli narsalarini hammasini olib bergan. Flomaster, karandashi, tsvetные, o'sha rangli albomlar, hamma sharoitimni qilib bergan. Va men o'zimning qobiliyatimni o'shanda birinchi marta sezganman. Birinchi taassurotlarimni o'sha impressionizm uslubida chizganman va buni dadam meni sezib qolganda bolalar musiqa maktabiga bergan. Bolalar musiqa maktabida men o'zimni ijodimni yanada chuqurroq o'rgandim. Menda bu orttirilgan qobiliyat, to'g'ri bizning qonimizda yo'q. Yanada o'zimni ustimda ishlaganman. Ota-onam menga podдержкада bo'lgan, maktab podдержкада bo'lgan, to'g'ri qo'llab-quvvatlashgan. Hamma ustozlarim, shu jumladan Adiba ustozimga katta rahmat aytmoqchiman o'sha ikki baho uchun. Keyinchalik men shu darajaga degan daraja endi bu katta bir ilmiy daraja deb hisoblamaylik-da, insoniylikni o'sha hozirgi paytdagi baxtli insonni ham deb hisoblasak bo'ladi-da. Masalan, meni baxtliligim hozir meni o'zimni yaxshi ko'rgan oilam, o'zimni yaxshi ko'rgan, juda ham qadrlaydigan kasbim bor va men bu kasbdan juda ham xursandman, yaxshi ko'raman. Bolalar bilan ishlashni yaxshi ko'raman, ularni psixologiyasini o'rganishni yaxshi ko'raman, o'zimni sohamni yaxshi ko'raman va bu sohada orttirgan bilimlarim, erishgan yutuqlarimdan juda ham mamnunman. Men sizlarga shunaqa demoqchiman, yoshlarga shunaqa demoqchimanki, hech qachon olingan sizga qo'yilgan bahodan to'g'ri ta'sirlaning. Ya'ni siz olgan kam miqdordagi o'sha bahoyingiz nima uchun olganingizni va qanday qilib ishlashni masalan o'ylab ko'rishimiz kerak-da. Chunki biza qachonki inson agar o'zini yaxshi ko'rib, o'ziga ishonch bo'ladigan bo'lsa, tanqidni ham to'g'ri qabul qilar ekan. Men shuni bildim. Agar sizga yaxshi tanqid qilsa, sizga yoqadi, lekin yomon tanqidni ham tagida yaxshilik bo'lishi mumkin. O'shaning uchun qadrli ustozlarimga katta rahmat aytaman va o'quvchilarga aytadigan gapim, ustozlarni qadrlang, ular sizga har doim yaxshilik tilashadi. Ustoz sifatida aytyapman. Hammalaringizni ishlaringizga omad tilayman va kelayotgan bayramlaringiz bilan tabriklayman. Hozir prezidentimiz tashabbusi bilan hamma o'qituvchilarni hayotingni o'zgartirib yuborgan o'qituvchi haqida syomka qilinglar degan. O'shaning uchun birinchi o'rinda siz kelasiz, bilasiz, har yili aytaman, nima deb aytaman? Shu rasm darsidan ikki baho qo'yganim uchun rasm ustozi bo'lishga ahd qilib, mana tasviriy san'at ustozi. Rahmat sizga katta. Kelajan porloq, ko'rib juda ham quvonaman. Rahmat ustoz. Prezident maktabida ishlab kelding, hozirgi kunda mana 3-maktabda ishlayapsan. Ishlaringga omad, oilangga totuvlik, tinchlik, uzoq umr tilayman. Baxtli bo'lib qo'shganing bilan qo'sha qari. Sizlardek shogirdlarimiz borligidan men juda ham quvonaman. Qancha sizlarning sonlaring ko'paysa, biz shuncha xursand bo'lamiz. Ustoz yaxshida, ustoz yaxshida.